Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz oliy matematikadan to'plamlar orasida amallar. Avvalambor mavzuning rejasi bilan tanishib chiqaman. Birinchi, to'plamlar va ularga doir tushunchalar bilan tanishamiz. Ikkinchi, to'plamlar ustida amallar va ularning xossalarini o'rganamiz. To'plamlar nazariyasi deyarli barcha matematik fanlarning asosida yotadi. Bu nazariya asoslari 1879-1884-yillarda Olmon matematigi Georg Cantor tomonidan chop etilgan bir qator maqolalarda yoritib berildi. To'plam matematikaning poydevorida yotgan boshlang'ich tushunchalardan biri bo'lgani uchun u ta'rifsiz qabul etiladi. To'plam deyilganda biror bir xususiyati bo'yicha umumiylikka ega bo'lgan obyektlar majmuasi tushuniladi. Masalan, birinchi kurs talabalari to'plami, 0-1 kesmadagi nuqtalar to'plami, natural sonlar to'plami, firma xodimlari to'plami, korxonada ishlab chiqarilgan mahsulotlar to'plami va hokazo. Matematikada to'plamlar lotin alifbosining bosh harflari bilan yoziladi. ABCD to'plamlarga kiruvchi obyektlar ularning elementlari deyiladi va odatda mos ravishda kichik lotin harflari bilan yoziladi. Bunda A element A to'plamiga tegishli degan tasdiq quyidagi kabi yoziladi. Ta'rif: birorta ham elementga ega bo'lmagan to'plam bo'sh to'plam deyiladi va quyidagicha belgilanadi. Bo'sh to'plamga quyidagilarni misol keltirish mumkin. Since x teng 2 tenglama yechimlari to'plami, perimetri 0 bo'lgan kvadratlar to'plami, kvadrati manfiy bo'lgan haqiqiy sonlar. Bular barchasi bo'sh to'plamga misol bo'ladi. Algebrada 0 soni qanday vazifani bajarsa, to'plamlar nazariyasida bo'sh to'plam shunga o'xshash vazifani bajaradi. Ikkinchi ta'rif: agar A to'plamga tegishli har bir A element boshqa bir B to'plamga ham tegishli bo'lsa, u holda A to'plam B to'plamning qismi deyiladi va quyidagicha yoziladi. Quyidagi birinchi rasmda B kvadratdagi A esa uning ichida joylashgan doiradagi nuqtalar to'plamini ifodalasa, unda A to'plam B to'plamining qism to'plami bo'ladi. Masalan, korxonada ishlab chiqarilayotgan oliy davli mahsulotlar to'plamini A, barcha mahsulot to'plami B deb olsak, unda A to'plam B to'plamining qismi bo'ladi. Uchinchi ta'rif: agarda A va B to'plamlar uchun A Bning qismi va B Aning qismi bir paytda bajarilsa, bu to'plamlar teng deyiladi va A teng B kabi yoziladi. Masalan, A -1 to'plamga sonlardan tashkil -1 va 1 dan tashkil topgan bo'lsin. B to'plam x kvadrat -1 teng 0 tenglama ildizidan ular o'zaro teng. S. Badiiy asarni yozish uchun ishlatilgan harflar. D. Alfavitdagi harflar. To'plamlar uchun A teng B, S teng D bo'ladi. To'plamlar ustida amallar va ularning xossalari. Algebrada A va B sonlar ustida qo'shish va ko'paytirish amallari kiritilgan bo'lib, ular A plus B teng B plus A va A ko'paytirilgan B teng B ko'paytirilgan A. Kommutativlik, ya'ni o'rin almashtirish. Ikkinchi, assosiativlik, ya'ni guruhlar. Uchinchi, distributivlik, ya'ni taqsimot qonunlariga bo'ysunadilar. Bulardan tashqari har qanday A soni uchun A plus 0 teng A va A ko'paytirilgan 0 teng 0 teng ham o'rinli bo'ladi. Endi to'plamlar ustida algoritmik amallarni kiritamiz. Ta'rif: A va B to'plamlarining birlashmasi yig'indisi. Shunday to'plamga aytiladiki, u A va B to'plamlaridan kamida bittasiga tegishli bo'lgan elementlardan tashkil topgan bo'ladi va
quyidagicha yoziladi. Agar a kvadratdagi b esa uchburchakdagi nuqtalar to'plamidan iborat bo'lsa, unda ularning birlashmasi ikkinchi rasmdagi shtrixlangan sohadan iborat bo'ladi. Shunday qilib, a va b to'plamining birlashmasi yoki a to'plamiga yoki b to'plamiga yoki a va b to'plami ikkalasi ham tegishlidan iboratdir. To'plamlarni birlashtirish amali sonlarni qo'shish amali singari kommutativlik, assosiativlik qonunlariga bo'ysunadi. Ulardan tashqari, a va b to'plamining birlashmasi a to'plamiga va sonlardan farqli ravishda a to'plamiga a to'plami birlashmasi a to'plamiga zidlik. Agar b to'plam a to'plam qism to'plami bo'lsa, a va b to'plamlarining birlashmasi aga teng bo'ladi. Bu tasdiqlarning barchasi to'plamlar tengligi ta'rifidan foydalanib hisoblanadi. Bir nechta A1, A2, A3 va hokazo AN to'plamlarining yig'indisi quyidagicha belgilanadi va ulardan kamida bittasi tegishli bo'lgan elementlar to'plami sifatida aniqlanadi. 5-ta'rif A va B to'plamlarining kesishmasi va ko'paytmasi deb shunday S to'plamiga aytiladiki, u A va B to'plamlarining ikkalasiga ham tegishli bo'lgan elementlardan tashkil topgan bo'ladi va quyidagi belgilanadi. Agar A kvadratdagi B esa uchburchakdagi nuqtalar to'plamini belgilasa, unda ularning kesishmasi 3-rasmda shtrixlangan soha kabi ifodalanadi. Shunday qilib, A va B to'plamlarining kesishmasi va ko'paytmasi A va B to'plamlarining umumiy elementlarini tashkil topgan bo'ladi. Shu sababli S tekshirilgan mahsulotlar va D sifatli mahsulotlar bo'lsa, unda S va D to'plamlarining kesishmasi tekshirishda sifatli deb topilgan mahsulotlar to'plamini ifodalaydi. To'plamlarning kesishmasi amali quyidagi qonunlarga bo'ysunadi. Kommutativlik, assosiativlik va distributivlik qonunlariga bo'ysunadi. Shu bilan birga ikkita A to'plamining kesishmasi A to'plam bo'ladi. A to'plam bilan bo'sh to'plamning kesishmasi bo'sh to'plam bo'ladi. B to'plam A to'plami to'plami bo'lsa, qismi bo'lsa va A to'plam B to'plam qismi bo'lsa, teng B tengliklar ham o'rnida bo'ladi. Bu tasdiqlar o'rnida ekanligiga yuqorida ko'rsatilgan usulda ishonch hosil qilish mumkin. Bir nechta A1, A2, A3 va AN to'plamlarining kesishmasi quyidagicha belgilanadi. Barcha AK to'plamlariga tegishli. 6-ta'rif. Bu to'plamlarning ayirmasi A to'plamiga tegishli, ammo B to'plamiga tegishli bo'lmagan elementlarni tashkil topgan to'plamga aytiladi va quyidagicha belgilanadi. Agar A bir uchburchakdagi B esa kvadratdagi nuqtalar to'plamini belgilasa, unda ularning ayirmasi 4-rasmda shtrixlangan sohadan iborat bo'ladi. Masalan, A to'plam 1, 2, 3, 4, 5 va B to'plam 1, 3, 7, 9 elementlarni tashkil topgan bo'lsa, unda A, B to'plamlarining kesishmasi ayirmasi demak 2, 4, 5 va A to'plamining ayirmasi esa 7, 9 elementlarni tashkil topgan bo'ladi. Demak, A, B to'plamining ayirmasi iborat bo'lgan to'plam A to'plami B to'plamiga tegishli bo'lmagan elementlardan hosil bo'ladi. To'plamlar ayirmasi uchun A to'plami ayirmasi bo'sh to'plam, A to'plami bo'sh to'plam ayirmasi A to'plam, bo'sh to'plamni ayirmasi
boş to'plam va A birinchi qism to'plami bo'lsa, A bilan Bning A bir to'plamning ayirmasi bo'sh to'plam o'rinda bo'ladi. 7-chi ta'rif. Agar ko'rilayotgan barcha to'plamlarni biror sigma to'plami qism to'plamidan qarash mumkin bo'lsa, unda sigma universal to'plam deb ataladi. Masalan, sonlar bilan bog'liq barcha to'plamlar uchun sigma minus xdan plus xgacha. Insonlardan iborat to'plamlar uchun sigma barcha odamlar universal to'plam bo'ladi. 8-chi ta'rif. Agar A to'plam sigma universal to'plamdan qismi bo'lsa, unda sigma A ayirmasi A to'plamining to'ldiruvchisi deb ataladi va S A kabi belgilandi. Agar quyidagi chizmada sigma universal to'plam doiradagi A to'plami esa uning ichida joylashgan to'g'ri to'rtburchaklar nuqtalardan iborat bo'lsa, uning to'ldiruvchisi 5-rasmda shtrixlangan sohadan iborat bo'ladi. Demak, S A to'plam A to'plamda kirmaydigan elementlarni tashkil topgan bo'ladi. Masalan, sigma barcha korxonalar A rejani bajargan korxonalar bo'lsa, unda A rejani bajarmagan korxonalar to'plami bo'ladi. Bugungi video darsimizda shulardan tanishib chiqmoqchi edik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.